endi tasavvur qiling, haqiqatda o'zini o'ldiryapti, o'zini yaxshi ko'rgan insonlarga ziyon yetkazyapti, farzandiga travma yetkazyapti, ayoliga travma yetkazyapti, hayotda bir orzu havas maqsadlaridan kechib yorgan, yashashi ham qizig'i yo'q, dinidan uzoqlashib ketgan, iymon ustlashib ketgan. Mana mana shu haqiqat. Kim tan oladi sizga? Hech qaysi qaram inson tan olmaydi. O'shaning uchun qaram inson 90% tasavvurida yashaydi. Bu endi bizani maqsad mana men nimaga kelib sekin olib kelyapman o'sha bizani maqsad haqiqatga qaytarish. Asli. Odam qachonki o'zini haqiqatga qaytib mana bugun shu yerda здесь и сейчас deydi, bugun shu yerda, bugun kechqurungacha yashasa, ertangi kunida yashamasin odam. Bilmaysiz-ku ertaga uyg'onasizmi yo'qmi? To'g'rimi? O'tmishda ham yashamaysiz. Ko'pchilik aytadi, men chiqib keta olmayman, uxla olmayman, o'tmishda qilib o'sha og'riqlari bo'lsa, bugungi kun bilan yashashni o'rgatamiz. Maqsad etmoqchimanki, har bitta qaram insonga realniy faktlarni aytish kerak. Qancha bir haqiqatni aytganingizdan sari sekin-sekin o'zi bilan qolganda o'ylaydi, haqqa. O'zi bilan o'zi gaplashmaydi deysizmi? Gaplashadi. O'zi bilan o'zi qolganda shunaqa gaplashadi, o'zi bilan jang ketadi miyasining ichida.